Tomares. Nimdaysiz bova? Manqara qizim. Elikli as qatarman cho'ng bo'lib degan naqshangda opang bilan dadangning ustidan shikoyat qilib ketding-ku. Qilmay kamsa? Degina qizim. Ulardan qandoqlar ranjib qolding? Bir kunichi bova. Opam bilan dadamning birer o'g'limiz bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Qiz bola degan ojiz bir nima deyishayotganligini anglab qoldim. Shunga. Ay, shu gapkimi shuncha qilib ketgan bormi? Ular sening g'amingni yeb shundoq deyishgan bo'lsa kerak. Agar sening akang yoki ukang bo'lgan bo'lsa, sen umrlik yo'lanchiga erishalaytding-da. Shu gapga ranjimda ahmoq. Ular yo'q qizim. Seni jinidanmi aziz ko'rdi? Voy, yig'layotsan-ku, nima bo'ldi? Bika aytibdi men shu naqshini. Dadam opamlar cho'qim mendan xafa qoldi. Ay, xafamaydi. Ota-onaning ko'ngli dengizdan cho'nqur, daryodanmi kam. O'nchilik ishga xafa yurmaydi. Men qara qizim, sana qiziq bir latif aytib beray-a. Bir kuni Shangan latifa aytqizib, ish pishig'ini chiqarmoq uchun Salay chaqqonni chaqirtib keldi. Salay chaqqon Shanganning ishiga oldiga kelishiga bir ish uning oldini to'sib oldi. Salay chaqqon ishni bir tepgan ekan, ish g'ingshigan peti quyrug'ini xoda qilib tikib etibdi. Bu ahvolni ko'rib turgan Shangan Salay chaqqonga gap tashlabdi. Hey, Salay, sen işten korkmaydı ekansan ha? İşten mi korkanda? O ya bir 15 olmasa. Oy, 15'den korkudu ekansan da. O şundak yaman mı? İşten beter bu oğunu biler. Onun kerametı mı çağlık? Çünkü o bu başkalardan korkudu. He, 15'i kimden korkudu? Bek'den? Bek, kimden korkudu? Şengen'den korkudu. Bırak Şengen mi? Ha? Şengen kimden korkudu? Şengen Doğday'dan korkudu. Doğdayçı. Han'dan korkudu. Hanço. Han kimden korkudu? Han Tadi'den korkudu taksa. Hey gaday. Ağzını bekip sözle. Özleri sorumuzla ben mi demeydim şu? He, makul. Yeni soray. Nerede toktarsan ki? Dede, kimden korkudu? Tade yoldan korkudu. Yol, nimeden korkudu? Yağmurdan. Yağmur, nimeden korkudu? Borandan korkudu. Boyan nimeden korkudu? Eski tamdan. Eski tamcı. Eski tam Çaşkan'dan korkudu. Şaşkan, nimeden korkudu? Müşük'ten. Müşük, nimeden korkudu? Müşük aslının işlerden korkudu. İşçi, işte nimeden korkudu? İşmenden korkudu. Şunun bilan Shangan Salay chaqqonga gap deb berolmay asta uyga kirib ketibdi. Bova, Salay chaqqon degan ajab qiziq odamkin ha. Shundoq. Uni Uyg'urlar orasidan chiqqan ikkinchi afandi. Taras bova, boy qarasam opam sal g'amkin ko'rinadi. Onunga bir naqsha aytib berib, ko'nglini ichib qo'yay-a. Balli.
Jon ana degan naqshani yana bir aytib bergin qizim. Acabmi obdan aytdim bu naqshini? Rahmat qizim. Ha buva, To'xtak eski qushma? Kim shundoq deydi? Qushning askisi yo'q. Hech kim bu undaq demidi. Shundaqmikin deb o'ylab qoldim. Anis nemishqa kishilar uni qo'g'lab etadi? Kim qo'g'lab etibdi? Ish qilib hamma qo'g'lab etadi ekan. Bir kuni dodammi o'g'zida bir chiroyli sayrayotgan To'xtakni qo'g'lab etib bordi. Ne bo'ldi? Buva, ajab kulib ketdingizmi? To'xtakning gapini qilaverib, bir hikoyani yodimga yetkazib qo'ydim. Ajab yaxshi qiptimi? Shu hikoyani aytib bersangiz, unutmayman. Bo'ldi qil. Boshqasini aytib bering. Yo'q, o'sha hikoyani aytib bersangiz. Yo'q, aytib bering. Sulaymon podshoh adolatparvar bo'lg'ashqa butun dunyodagi insi jin, divi pari, jonu jonivor, uchar qanotlar birdek uningga itoat qiladi ekan. Faqat xonishlar uning gapini yirib etarlaydi ekan. Kunlarning birida xonish podshoh bilan doli saylisiga chiqibdi. Voy, bek erib ketdim. Birdan mishad o'ltirayli. Birdan o'ltirayli. Nima degan issiq. Aptatni kuyib ketadigan bo'ldim. Zini yo'q. Aptat payda qiladi. Voy, sizga payda qilgani bilan menga ziyon qiladi. Amisi o'rniga qaytib ketayli. Yo'q, bugun kechgacha sayl qilamiz. Amisi pöydim dema. Deyman qandoq? Voy, nima bo'ldi sizga?
Bütün dünyanın padişahı turib, qilchi paydаңызı ko'rsatmaysiz. Qanaqa qilmasam bo'ladi demdi. Bo'lsa, o'rlab beray. Bir kulib eting, ha. Əmisi, bir təlibim var. Hazır orlab berisiz. Ma'qul. Qanada? Dünyadakı quşlarning hammasi kelib, beshimga soyibam bo'lsin. Bu Oy, uyingiz ichiga tushib ketdi-ku. Hukmingiz o'tmas bo'lib qoldimi ya? Navkar, Labbay, darhol Sumurg'ni chaqirib kel. bosh ustiga. Salam Shahinshah. Va alaykum. Farmon. Barliq qushlar kelib, xonish oyimga soyiban bo'lsin. Xo'p, Qandaq? Endi bo'lgandi. Bo'ldi. Lekin kichkina yo'chiqdan yana otdan tushyotidi. Voy. Bas. Bir yuchiq bor-ku. Qaysi qush kelmaganda? Sumruq. xo'sh, alilari. Farmonimga xiloflik qilishga petilgan qaysi mal'un? Hammasini xabardor qilgan edim. Qandaqdu paxtak kelmay qo'ydi. Paxtakni nadim bo'lmasin darhol tepib kel. Bosh ustiga. Shahinshahga ma'lum bo'lg'ay. Paxtakni tutib keldim. Uni keltir. Xo'p. Mana. Salom Shahinshah. Biyada. Nadi lag'aylab yurdi? Epki buyurmag'aylar. Men bir mo'yim yasavot ishi bilan xizmatga kechikib qoldim. Mening farmonimdan muhim qandoq hisobotgan u? Dunyoda ayolchiqmi, arjiqmi degan xiyol kallamga kirib olib, shu hisobotni qilib chiqdim. Qaysi chiqqan? Ayolchiqkan. Yo'qkan. Ayol bilan tang nisbatda yoritilgan tursa. O'g'u shunda biroq Shahinshah, men ayolining sizig'idan chiqmaydigan erlarning hammasini ayol sanab etdim. Sulaymon padişahını mat qiladigan paxtak. Shundan e'tiboran mundag'roq erlarni ko'rsa, xotindim qo'qidi deb zanglik qilamish degan afsona parang el orasiga keng tarqalg'ashqa, ishik oldidan uni qo'g'lab etadigan ahmoqona odat shakllanib qolgan. Amaliyotda paxtak hasharat yo'qish mohirlarining biri bo'lib, insonlarga xolisona yaxshi ish qilib berdi. Ha, mundaqda demisimi paxtak qiziq sayraydi ekan. Uning sayrishi hech qanday emas. Kishilar uning sayrishiga atay ashundoq ma'no berib olgan gap. Endi naqshamni anglaga bova. Appa mini baharda yüzleriz hacarini. Appa mini baharda yüzleriz hacarini.
Vay. Vay bişim. Vayca. Nimancha inchiqlaysan qizim? Belki micazım yok bova. Ay. Akila pishonangni tut boqay. Qiziqmi qolmabsan bo'lmasa? Ish yo'q. Sal zukamdab qolgan o'xshaysan. Shuningga yeta olamdi. Siz undaq degan bilan. Doğru ishdingmi? İşte foyda qilmasa. O'kul soldirgan bo'lsang-ku. Yo'q, o'qil soldurmayman. Nimishqa? Qo'rqaman. Shumi gapmi? Kasalmi-chu, qo'rqinchoq odamni topadi. Shuncha qilgan tarbiyam sening qo'rqinchoqligingni tek tugatamidimi? Tur o'rningdan. Boturlik haqida bir hikoya aytib beray. Burunqi zamonda ili iqlimida bir podshoh o'tgan ekan. Uning Chintomir Botur va Maxtumsula deydigan ikki farzandi bo'lgan ekan. Biroq ular bu vaqt chig'idila o'gay xonish tarafidan daryoga tashlab etilib, bir ayiqning himoyasida cho'mibdi. Chintomir Botur uviga chiqib ketganda singlisi Maxtumsula uyda yolg'iz qoladi ekan. Dal shundoq kunlarda 7 yoshlik Yalmavuz deydigan bir jodugar mo'may Maxtumsulani tunuqqa es qo'yib, topinidan teshib, qilini sho'raydi ekan. Chintomir Botur bu ahvolni uqqandan keyin 7 yoshlik Yalmavuzni yer bilan yakson qildi. Yana bir kuni Chintomir Botur ovga chiqib ketgan fursatdan foydalanib, Sanju podshohining shahzodasi Uzunov Maxtumsulani bo'lib ketibdi. Singlisidan ayrilib qolgan Chintomir Botur to'la yig'lab a'mo bo'lib qoldi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Maxtumsula qaroqchilarning qo'lidan qechib qutulib, akisi Chintomir Boturning qeshig'iga keldi. Aka. Canım aka. Kim o? Ben. Tanımadınız mı? Aka. Maxtumsula mı sen? Canım kardeşim. Canım aka. Bu sensin. Aka. Gözümüz ne baldı? Bana bir karına canım aka. Senin derdini tolu yığılam. Gözüm görmez mi kaldı? Kaygırmağın aka. Senin batırlığınla cihanda işlemden gelemeydim. Benim gözüm kadın çıkan tuzsa. Kolumdan nimemi gelir. Nimancı düşkünleşip gittim. 7 başlık Yalmavuz'unu öldürgen cesaretten kını. Düşmenden intikam almasak bulmaydı. Mısran kılıcı onun kolunu al. Biz dehi bəxt küçümüz. Gözüm. Naz. Benim gözüm açıldı o. Benim gözüm açıldı. Benim gözüm açıldı. Benim gözüm açıldı. Bu hikoyaning hikmati shuki, tushkunlik odamni kasalga mubtalo qiladi. Umidvorlik, boturlik odamga baxt ato qiladi. Tetik bo'l Tomaris. Qandaq? Hikoyani tushuna oladingmi? Tushundim buva. Amisa, naqshani boshla.
bova, siz bana nurgun hikaye çöçeklerini, efsane rivayetlerini, mesel latifelerni sözlep berip, akıl bulğumni ulgayttınız. Men sizdek boğamның boğallıgıdın çeksiz pəxirlenimen. Otaning bolaga bo'lgan muhabbati cheksiz. Chunki u bolasini o'z suratidan ko'chirilgan nusxa deb biladi. Aslida otaning bu tasavvuri to'g'ridir. Bola otaning bir qismidir. Mijoz xuluq, chiroy qatorliq jihatlarda bola otaga o'xshaydi. Shunlashqa ota o'z farzandining tarbiyasiga bakma diqqat qiladi. O'z yoqtiradigan fazilatlarni bolasiga singdirishga, bolasini o'zidan mukammal qilib yetildirishga tirishadi. Afsuski, men o'z vaqtida undaq sabablar bilan dadamni degandek yaxshi tarbiyalamagan. Buni men ma'naviy qarz hisoblab yurardim. Sen mening umid chirig'imni qayta yoritding. Sana sindirgan ozg'ina ajrim sende o'z ifodasini ko'z talagan bo'lsa, men o'z umrimdan faxrlansam bo'lgudek. Bova, sizning hikmatli hikoyalaringizni yaslidagi chig'imdan tortib anglab kelyapman. Hozir mana 16 ga kiray deb qoldim. Yana 10 yil, 20 yil anglasammi tegmaydigan o'xshaydi. Bu hikoyalarni men xalqdan o'rgangan. Xalq tugimasa, bu hikoyalarni tugamaydi. Bova, qanday qilib shuncha bilimli bo'la olgan bo'ldingiz? Qaysi bir adibning vaqt bizga tajriba beradi. Kitob bo'lsa bilim beradi deganidek. Mening bilimimmi 70 yillik tajribamdan ham ko'rgan kitoblarimdan kelgan. Bugun o'zimizcha ko'nglimizdagi gaplarimizni qilishib qoldik. Mushu suhbatimizning xotirasi bo'lib qolsin uchun sana men Ostrovskining munu bir abzas hikmatlik so'zini sovg'a qilay. Kishi o'z hayotini shundoq o'tkazishi kerakki, o'tgan hayotini asliginida yillar ma'nisiz o'tib ketibdi deb echinmaydigan bo'lsin. Turmushda chakini ishlarni qilib qo'yibdiman deb yuragi o'rtanmaydigan bo'lsin. O'lish oldida u men butkul hayotimni va kuch-quvvatimni dunyodagi eng ulug'vor ishqa, butkul insoniyatning ozodligi yo'lidagi kurashga beg'ishladim deyalasin. Bova, menmi sizga bir naqsh sovg'a qilay. Bu naqsha sizga varis bo'lishga bergan va'damning yaldamisi bo'lib qolsin.